Salam do'stlar, bugungi video yovi kudini, ya'ni yovi jusayni dala sharoitida qanday farqlantiramiz degan tema ustida bo'lmoqchi. Yovi kuda piyoz urug' tishig'i tabi. Boshdan boshlab deb kelsam, o'simliklar dunyosi, yepiq urug'liq o'simliklar tipi, tog' pallalik o'simliklar sinipi, burun Gulsamsaq oilasiga tabi ekan, hozir mana yangi oilaga tabi ekan, latinchisini yozib qo'ydim. Piyoz urug' tishig'i tabi. Әмді біз бірлікте яу күдіні далы жарайдыда көріп бақайлы. Біз далыда яу күдіні чуқымышына қиыр дәріқлаба ormanlardan izleymiz. Bu orman şemşatlık, qargay ormanlığı bu qasıyen bulmaydı. Onda uçuqçılıq, aptap düşüdüğün mına yerlerden izlemeymiz. Buna körvatqananlar yav küdüşü, ma yer yüzünü qaplap ösken asaslık üstlükünü egeləyen tür bolsa, yav küdüşü. Dikkat qısanlar, bununki yopormaq to'mo'lari mındaq parallel şekilde kepdi. Anandan keyin uzun yopormaq sepi bor ekan. Yopormaqning shakliga qarasangiz, so'gatninki yopormaqining sal kengrilishib qolgan nususi, so'gatning yopormaqiga o'xshab qoldi. Nima yopormaq sepi bilan yopormaq tuvining tutashgan yeri sal yana o'xshab. Yana qaraydigan bo'lsanglar, bu yov kudiga başqa bir xil o'simliklar ayrilishib o'sgan ahvol bor. Buni farqlantirish uchun yopormaq shakliga obdan qarab olsanglar bo'ldi. Buningmi uzun yopormaq sep chiqadigan, ammo yopormaqninki shakli o'xshamaydi, yov kudiga butunlay o'xshamaydi. Endi bir turning bo'lsa, bir xil uchburchaklik holatda o'sidi. Yavu küdini dala sharoitida texmo aniq texmo to'g'ri farqlantirish uchun men bu yavu kudiga aralashib o'sib olgan turnimi qo'shib billa yulib chiqdim. Ikkisini farqlantirish uchun men o'ng tarafda ko'rayotganinglar yavu kuda yopormaq alqani, temini shakllak, yopormaq sepi uzun. Ma sol tarafdagisi bo'lsa aralashib o'sib olgan tur, buni yeyishga bo'lmaydi. O'ng tarafdagini kudining o'rnida har xil tomoqlarni qilib yeysanglar bo'ldi. Ben bunun ikkilisinin yıldız tarafını to'liq qilmadim. Yani yıldız tarafını to'liq qilmagan chog'da, mana o'ng tarafdagi yav kudiningki kichik piyozniki, yav piyoznikiga o'xshash kichik sharsiman qo'li chiqdi. Unda bo'lsa, bugungi videom shu yerda oxirlashdi. Har qanday savol bo'lsa, ostiga inkas shaklda qoldirsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa ko'pchilikka rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik.